o'zi çöp bazaydı bir. Çöp bazaydı, çöp kalkoz getirip tushiraydi. Sherga keyin tarqataydi. Qurt oladiganlarga. Çöp bazaydı. Çöp bazadan keyin sherga qurildi. Pillaxona deb qurildi bu. Pillaxona deb. Keyin pilla chiqaradigan bo'ldi. Shundan keyin kerak bo'lib qoldi, birinchidan 3-sinfgacha maktab bo'ldi. Maktab o'ga katta bo'lib kengaygandan keyin olib buni bat bog'cha qildilar beri. Bog'cha sharoiti ham juda og'ir ahvolda edi. 50 ta kravatcha bo'lsa, kamiga 80 nafar bolalar kelardi. Bitta kravatga joy kelganda 2 tadan bolani yotqizgan biza. Pastlarda ko'rpacha tashlab uxlatgan biza bolalarni. Shunday sanitar holatda yo'q edi, chang edi. Qishda sovuqga nima ovqat pishiraydik, ko'chada ovqat pishiraydik. To'g'risini aytsam, uzrda endi ahvoli og'ir, kambag'al insonlar bolasini olib kelib berardi. Lekin bu narsalarimizni hech kimga ayta olmasdik. Agar murojaat qilsak, noshukr, yozuvchi deb Yomon bo'ldik, ko'p kishiga yomon bo'ldik ko'rindikda. Hech qanday najo yo'q. Oxiri oqibat keyin biz prezident qabulxonasiga murojaat qildik. To'qson kun ichiga shu 3 oy, 4 oyning ichiga valla ishga kirdi. Aka, bugun yakshanba, bugun uchun mollarimiz yo'q edi. O'zingiz ko'rib ketdingiz. Shu bog'chamizni ahvolini, qanday og'ir darajadaligini xohish bo'lsa bo'lishini ko'rdik. Chunki biz bu daraja kelishini 10 yillab kutdik. Lekin 3 oyda tayyor qilib bizga ish faoliyatimizni yana qaytadan boshladik. Allohimga ming marta shukrki, bizlarga ham shunaqa bog'chalarda ishlash nasib qildi. bolajonlarni xursandchiligini qarang, ota-onalarni xursandchiligini qarang. Shu Jo'gari qishlog'ini oddiy bir kelini, shu 26-bog'chasining tarbiyachi sifatida bir gapni aytmoqchiman. Shu binoning qurilishiga ishtirok etgan oddiy ishchilardan boshlab prezidentimizgacha kattakon rahmat. Prezidentimizga katta rahmat.